Hammaga salomat qadrli do'stlar. Mixailovning YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Вы просили, мы сделали. Aytadi, sizlar so'radilarni, biz qildik. Bugungi mehmonimiz Bashlo Sayfullayev. Har bitta videoning tagida Bahakani chaqiring deb yozganinglar uchun mana bu kun ham keldi. Bugun o'tmishda nima bo'lgan narsalarni eslamaymiz, o'tgan ishga salovat. Bir-birimizdan endi umr oxirigacha xafa bo'lib yurmaymiz, erkakmiz. O'shaning uchun bugun zo'r kun bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshilab joylashib olinglar, popkornlarni olinglar. Bugun zo'r тренировка bo'ladi va zo'r suhbat bo'ladi. Bax, xush kelibsan. Добро пожаловать. Если есть пару слов, можешь толкнуть, и мы начнем. Assalomu alaykum hammaga. Kuzatib boringlar, qiziq bo'ladi. Let's go. Bugun mana program bo'yicha тренировка qilamiz. Keyingi syomkada xudo xolasa Bahani тренировкani orqali mashg'ulot o'tkazamiz. Ikkinchi выпускni ham ko'rgili kelsa, like bo'lsanglar, obuna bo'linglar, olovlardan jo'nab to'shinglar, podдержкani ayamayinglar, chunki shu qilayotgan kontentlarimiz hammasi sizlar uchun. Biz sekin Plus minus bosib tashlaysizlar. Let's go. Kerak bo'lsa. Har doimgidek tizimlarni yaxshilab qizdirib olish uchun razgibaydan boshlaymiz, keyin asosiy упражнениyalarga o'tamiz. Menda juda ham ko'p savollar bor. Bugun Bashlo Sayfullayevni shaxsiyatini ochishga harakat qilamiz. Endi tosh ko'tarishimizni men martalab ko'rgan. Endi dunyoqarashini, fikrlarini. Bizda 3 podxod 10 tadan presedaniya qilganimiz qiziq emas odamlarga. Lishniy hayot, nima bo'lyapti, kim kuchli, kim legenda. Ha, vaqof. Shular qiziq, trenirovka qiziq emas. Kim kuchli, kim trener, kim legenda. Odamlarga shu qiziq. Zalitay. Mana shu vес o'zida 15 dan 5 ta ishlaymiz. Hozir o'tirdim, hali kelmasini oldi. Aka kuchli deyapti-ku. Ha, конечно. Старый волк. Травма. Минис у меня. И недавно сухожилие порвал. Как так? Большие Икры качал, до конца опустил. Да ничего, мы же привыкшие к травмам. Что, в следующий раз тогда вверх покачаем что-нибудь. Да? А? Ha. Og'riq bor, endi o'rganib qolganmiz-ku og'riqqa. Настоящий воин. Oldin aytaman, bu yo'lning programmasi boshqacha ekan. Ha? Shamshodgan birov yetib qo'ydim. Ana eshitdim, mana ansirab qoldim. Так не пугай человека сразу. Ты что, анти это мотивация? Наоборот, zo'r bo'ladi degan. Ha, yaxshilab tizimlarni qizdirib olamiz, mana sekin-sekin keyin. Bir-birimizni qiynamasdan. Oyoqda har xil trenirovkasini ko'rganmiz-da, har xil. Yevropaliklar Absolutkadan keyin 2020-yil Yevropadan тренерлар yozdi, через Антон. Мне выходили. По их программе я поработал 5 часов. По 10 подходов. Да, 3 упражнения, суперсет. Har bitta упражнение bajarishimga 1 soat ketardi. 10 подходdan. 3 ta упражнение. Programmamiz ish narsa emas bugun. Unaqa 5 soat programmadan keyin. Да, mana 5 часов только ноги. Bitta упражнениеga 1 soat. Bizda 1 soatda полный тренировкani tugatamiz. Agar oyoqniki bermasa, любой narsa qilsa ham bermaydi. Shuni aytmoqchiman-da, u ham to'g'ri emas ekan. Menda oyoq mana bunaqa bo'lib ketmadi-da, shunaqa ishlasam ham. Mana islom o'rtoqmi? Ha. Aka, trenirovkasi bor-ku. Nomiga. Bitil bola ham undan yaxshi qilib qo'yadi, lekin oyoqlari ko'rgansiz qanaqa? Ну, genetika. Да, у кого-то ноги, у кого-то руки, Spina. у кого-то спина, у кого-то грудь. Spina deganda ikkalangni qarab qoldim. Men ketdim kardiyoxona. Давай, let's go. А что, противник будешь пить? Avtomol ichida. Артамол бомба. Avtomol ichida. Артамол бомба. 100%. Их подводка мне не подошла. Их подводка. Они команда 3-4 человека. Эндокринолог, нутрициолог, тренер. Я говорю, за 2 дня не подходит. Я не меняюсь, говорю. O'zbekcha лучше. Yevropalik trenerlar bilan ishlaganman. O'zlari chiqqan edi. Davay biz asani olib chiqamiz jahon chempionligiga dalishi deb programma bergan.
menga to'g'ri kelmagan programmasi. Chunki organizm o'rganmagan. Я еще с Давроном работал же. День за днем суше становились. Davron To'ygunov bilan ishlaganimizda qurib mumiyaday bo'lib qolardik. Unaqa bo'lmadi. Unaqa bo'lmayapti, yozyapman, bo'lmayapti. 2 kun qoldi. 1 kun qoldi. Qara, podkojniy bor hali deyapman. Yo'q, shunaqa qilgin, ertaga tayyor bo'lasan. Bo'lmadi. Абсолютку в 21 году. Умару дали. Мне самому тоже не понравилась форма. Bu ham tajriba-da. Ha? Var, unaqa qilib ko'rish kerak, bunaqa qilib ko'rish kerak. Oxiri baribir o'sha tajribadan kelib chiqib programma tuziladi-da. Hammamiz har xil odammiz-a. Kimgadir to'g'ri keladi, kimga to'g'ri kelmaydi. Lekin hammasini qilib ko'rish kerak-da. O'shani to'g'ri kelmaganini hozirga уже to'g'ri kelmagan programmalarni olib tashlab, to'g'ri keladiganini qoldirib, hozir o'zimga o'zim trener. Так-то работает. O'zim. Мы же когда в Америке были, утром встаем, фоткаемся, позируем. Они вдвоем тренера отправляют. Можно на узбекском, все. Чтобы нашим было. Amerikada bo'lganimizda Islom bilan Jahon, ular nima, trener kuchli Rossiyadan. Ertalab soat 6 da turamiz. Rasmga tushamiz, ular ikkalasi trenerga jo'natadi, men o'zim qarayman. Так, bugun bunaqa qilamiz. Это что? Потом после тренировки. Сейчас мы выпьем, а потом вырвем. Точно. Точно. Вот, держи. Вот это вот можно сейчас. Так, это 4-й, да, сейчас? По сколько подходов? Сейчас 5 сделаем, потом потихонечку будем добавлять. Umriga uspet qilmaydi. Yo'q. Bugun bittasi tayyorlanadi, sharoit ko'tarmayapti, nima qilay? Chiqma unda dedim. Hech kim majbur emassan-ku dedim. O'zing bilasan. Yo'q, qimmat deb puling bo'lmasa chiqmagin degan emasman. Yo'q joydan qildik. Siz ham millioner emassiz. Bo'ldi-ku. Ili bu. Aka bitta odamlarda gap bor-ku, sotib tayyorlangan degan. Bor. Zarafshonda 2018-yil tak absolutkani oldim. Kim absolutkani olsa besplatno olib ketish kerak-ku federatsiya. Farhod aka menga aytdi, siz olib keta olmaymiz bepul. Absolutka yo'q, siz uchun siz birinchi hali chiqmagansiz-ku. Chetga deyapti, rezultat qilmagansiz deyapti. Shu uchun pul ajratilmadi sizga deyapti. Borishga tayyorlanganman o'zi. Yonib turibman. 3 xonali uyni sotib, 2 xonalik olib, oilamni bu yerga ko'chirib, raznica bormi? Xotin yig'ladi. Men aytdim, "Yo'q, men u yoqdan yutaman-ku" dedim. U yoqdan pul beradi. U aldayapman. Pul bermasligi aniq-ku. Pul beradi-ku, ustiga qo'shib masanga yana 3 xonalik olib beraman dedi. Aniqmi? Ha, aniq. Shu raznicaga Hindiston borib keldim. Keyin 1 yil ishlab, uyni sotib. Hammasi niyatga bog'liq-da, mana niyat to'g'ri bo'lganda. Xudo berdi mana hozir. Kerak bo'lsa 3 xona, kerak bo'lsa 4 xona. Kerak bo'lsa 1 xona. 4 ta bo'ldi uy. Xudoga shukr. Boshqa biznes yo'q-ku? Faqat shu. Aslida internetdan isha har xil usullardan siz asosda. Instagramdan borib ketgan. Niyat Rizq qayerdan kelishini hech kim bilmaydi. Rost sababini qilish kerak. Xohlaganlarga chiqishi, uy ham sotganlar degan eshitdim. Yo'q, rost. Keyin 1 yil ishlab 3 xonalik olib berdim. Harakat qilsangiz, Endi sekin stol jopgan o'tsak bo'ladi. Kun tartibing qanaqa o'tadi? ertalab och qorinda kardio. Питание. Hozirda kechagi ovqatni olaman. Bittalaganda ustida 5 ta tuxum, 2 ta. И дальше uydagi ovqat hozir. Bunaqa mesh sezonda
Menda faqat musobaqadan 3 oy oldin programma начинается. Всё. И сейчас даже forma ham yo'q. O'sha sarnamadan 3-4 kun oldin to'xtatganim bo'ldi. И PKT ham o'shanda analiz topshirib ketgandim. PKT ni ham qilib, hozir faqat trombaz, qon suyultirishga. И всё, bo'ldi. Yaxshi. Ayni o'zini odam asrash kerak. Ha. Yoshlikda odam o'zini asramasa, keyin hammasi kronik kasallik bo'lib to'planib keladi. Bir xil o'ylaydi, sportmenlar farmakologiyani yil davomida ishlatadi. Yo'q, asosiy professional sportmenlar faqat musobaqadan oldin 3-4 oy davomida farmakologiya ishlatadi, keyin meshiz sezonda hech narsa ishlatmaslikka harakat qiladi. Naborot organizmni zavod nastroyiga tushirib turib, keyingi musobaqaga yaxshi boost bo'lish uchun organizm naborot asrashga harakat qiladi. Gormonlarni ko'tarishga, tabiiy holga keltirishga harakat qiladi. Boshqa sayflar тоже professional bo'lib ishni qilyapti. Bu hamma narsani zarar deyish osonda. Mana farmakologiya ham zarar. Qachon zarar? Sog'likka e'tibor berilmasa, analiz topshirilmasa, qon quyuq suyg'unligi qaralmasa, jigar, pochkalar uziy qilinishi kerak. Bu narsalar v общем sog'likka qaralmasa 100% zarar. Bola bo'lmasligi, tuxumlar kichrayib ketishi shundan. Lekin kallani ishlatib, qonni suyultirib, jigar pochkalarni tekshirib, gormonlarni joyiga qo'yib, tuxumlarni yaxshi ishlatib tursa, bu narsa zarar bo'lmaydi. Hammasi me'yorda bo'lgan yaxshi. Me'yorda bo'lgan yaxshi. Biroz ko'pchilik farmakologiya ishlashni boshlagan paytda bitta ko'tarish olgandan keyin hech narsa kelmaydi. Bigreksiya deyiladi bu. Nafsga o'xshagan narsa kam bo'ladi, yana qoladi. Yana ham kattalashib ketish qoladi. Tez xohlaydi. Kurs qilayotgan paytda o'zini qahramon deb his qiladi. Zalda ham, pastelda ham, ko'chada ham o'rtoqlar kelib gapiradi, "Voy, ish bitibsa, zo'r bo'lib ketsa, yo komplimentlar qilganiga yoqadimi, maza qiladimi?" Lekin umrbod kursda o'tirmaydi, kurs to'xtatgandan keyin atkat neizbежно yegan formasidan 3 oy davomida 70-80% ketadi. O'sha atkat bo'layotgan paytda hamma muammolar boshlanadi. Zalda pam bo'lmaydi, pastelda qiynaladi, ko'chada motivatsiya yo'qoladi, hayot ta'mini yo'qotib qo'yadi. O'shanaqa payt bolalar kelib, "Voy, nima bo'lib qoldi, kasal bo'lib qolding, yo'q" deb o'sha gapirish boshlagandan keyin o'sha kritikani ko'tara olmaydi, oynaga borib qaraydi. Oynaga qaraganda o'zini kichkina xunuk bola ko'radi. Qancha ko'p o'ziga qarasa, ko'p shuncha samoвнушение ketaveradi, yana kichkina bo'lib ko'rinib ketaveradi. Ikkinchi chidamasdan yana narkomanga o'xshab o'tiradi. Mana shu karuselь tugamaydi. O'shaning uchun atkatga chidashni bilish kerak. Ko'pchilik odam o'sha psixologik momentlardan o'ta olmaydi. Agar mana shu psixologik momentlardan odam o'ta olsa, kritikalarga e'tibor bermasdan, o'zining ishini bilib qilsa, sog'liq birinchi navbatdaligini bilsa, prioritetlarni to'g'ri qo'ysa, o'shanda qilsa bo'ladi. Uni ham o'zini vaqt soati bor. Iloji boricha 26 yoshgacha qilish kerak, 26 yoshdan keyin qilmaslik kerak. Chunki 26 yoshgacha organizm yosh bo'ladi, o'sib boradi. 26 yoshdan keyin обратный отчет boshlanadi, odam qarishni boshlaydi. Agar odam o'sha payt o'ziga qaramasa, ilmi bo'lmasa, hammasini qursa, to'plan 40 ga borib kronik kasallik bo'lib, har xil kasallik chiqib kelish ehtimoli katta. Yurakda muammo bo'lishi mumkin, ichki organlarda va hokazo. Поэтому agar musobaqaga chiqmaysanglar, umuman yaqinlashmanglar, naturalni qilinglar. Uzoqqa borasizlar va sog'lom qolasizlar. Biz birinchi mashq yakunlaylik, ikkinchi mashq o'tamiz ekan. Как себя чувствуешь? Нормально. Хорошо? Едем дальше? Да. Gakka o'tamiz. O'sha biz har doim qilib yurgan narsalarimiz, o'sha yengil saviyada o'ylab topmayapmiz. Ratibani, приседание. Yangilik yo'q, yangilik o'ylab topishda o'zi iloji yo'q. Bor narsalarni qilish kerak bo'ldi. Da. До конца или наполовину? Конечно, чем лучше, тем лучше. Том хват. Пятки не поднимай, пятками отталкивайся. Да. Хорошо. Еще по одной докинем, 20-ки. Nimaga short kiymaysiz deb savol beradi. Tizzamda menisk bor. Hozir mana buni taqdim uchun short kiyganman. Short kiysam ham даже og'ir, ochiq bo'ladi-ku, havo tegadi. Tizzalarim og'rib qoladi. Menisk bor. Hamma yoq travma bo'lyapti.
odam o'zini yoshligini ehtiyot qilish kerak. Ha. Og'ir veslarga qiziqmanglar, hamma travmalar shu og'ir veslardan kelib Yo'q, meniki og'ir vesdan emas. Ko'chada urushganda militsiya kelib qolgan, qochganmizda. Yani chuqurga tushib ketganman. Oyog'im qayrilib ketgan. Shunday yirtilganman bu. Сейчас нормально? Ha, нормально. Я уже привык. Ikkinchi savol mana bunaqa. Sendan zararli odatlar bormi? Yo'q, hozir yo'q. Bor edi. Qizlar bilan gaplashadi. Yo'q, ichish chekish yo'q. Bo'lmagan ham. Yoshimiz katta bo'lib qoldi. So'raydi-da, endi tanishgan odamlar bo'lsa, oling, ichingni ichadigan odamlar o'tirib qolsa, iching deydi. Yo'q, ichmayman desam, qachon tashlagansiz deydi. Yo'q, boshlamaganman даже deyman-da. Sustavlari kuchli ekanda, hammani ham bunaqa texnika bilan ishlasa, sustav chidamaydi. Bu значит, sustав. Это все опыт. Наработано все с годами. Ko'p kishi men trenirovkani ko'radi, mishaka nimaga unaqa ishlaydi, tez deydi. Uni organizmi o'rgandi уже deyman. Sen masalan unaqa ishlamaysan deyman-da. Ты же с малых лет вот так работал. Организм ham индивидуальный, yondashish kerak. У каждого адама своя программа. Да, у каждого адама своя Hamma программа. o'zini tanasiga quloq solish kerak. И o'zini tanasiga quloq solgan holda programma taxlash kerak. Menda misol uchun ishlayotgan narsalar sizlarda ishlamasligi mumkin. Bularda ishlayotgan narsa menda ishlamasligi mumkin. Men sustavga nagruska tushmasligi uchun sekin qilaman. Sekin qilganda chista muskul ishlaydi. Let's go. Zo'r. Vaqtimiz bemalol, hech qayerga shoshmayapmiz. Сейчас spina. Senga o'tgan safar uni oxirgi marta tashlab berganman, programma qilaysan. O'shanga qarab qo'ying. Da. Hayotingda eng qiziq voqea. Eng qizig'i yo'q, bizda eng qizig'i bo'lmagan, eng xursand qiladigan bo'lgan, eng qayg'ulisi bo'lganda. Qayg'ulisi zal ochaman deganimda konkurent katta fitness klubni xo'jayini bankka aytgan kredit. Endi pulim yo'q. Xolos 2014-yil 500 ming so'm oylikka ishlayman. Boshqa hech narsa yo'q. Yonimda davay boshlagan, men senga pul deydigan odam yo'q. Kredit olaman dedim. Dokumentlarni qildik. Endi kredit chiqaman degan payt ana fitness klubda egasi borib bankka aytgan, "Men konkurent bo'lmasin, ochgani bermanglar kredit" degan. Kredit olmasam men ocha olmasdim. 10 oy yugurgan, pishkom yurgan, taksiga pulim qolmagan, pishkom yurganman-da. Keraksiz dokumentlarni aytgan, "Olib kelsang beramiz" deb. Olib kelganman, shunda ham bermagan. Navoiyni hokimiga chiqib 10 oy yugurganman. Pul qolmagan. Navoiyni hokimi, Zarafshonni hokimi hal qila olmagan. Navoiyni hokimiga chiqib papkani, dokumentlarni bersam, yarmidan ko'psi bular nima kerak ot tashaganda. Sentralniy bankni xo'jayini chaqirib, "Bu nima ahvol" degan. "Nima bermayapsizlar bu? Vino vodishni ochayotgani yo'q-ku. 3 kun so'roq sanlarga" degan. Pulini chiqarib ber. Shundan keyin chiqarib bergan. Eng qiziq voqea emas, eng esda qolarli voqea bo'ldi ekanda bu. Shuni aytdim-ki, qiziq desa endi bu qiziq bo'ladi. Yo'q, bizda unaqasi bo'lmagan. Yugurtirgan ekanda, spravkani olib kel, bu spravkani olib kel, yarim pop kerak emas bo'lganda. Ha. Ishdan ketsam ketaman, shunga kredit bermayman deb abishat qilgan. Lekin bandasini xudo qilgani yerunda deydi-ku, xudo qilmasin. Amerikada birinchi o'rinni olgandan keyin video qildim-da. Xudoga shukr, mana yaqindagina keyin kreditni qaytarish bormi? U paytda 2014-yil faqat kreditga trenajyor olsak, Alfa Sport olganman. Alfa Sport trenajyorni olganman.
begoy doroshka, linoleum, boshqa kondyor, zalga ko'p narsa kerak-ku. Unga protsentga pul olganman. Kredit, trenajyorga, boshqa narsalarga protsentga pul olganman. Har kun uyim ertalabdan 4 kishi, 5 kishi ochib turib, "Men pulimni qachon berasan?" deb. Ochgandan keyin ham даже qaytarish kerak-ku qarzlarni. Uyda даже produktda qilmaganman. Otam, onam setkada yuborardilar. Sotib olmasdim-da, kimnidir shu 200 ming so'mga bozorlik qilgandan ko'ra shu 200 ming so'm, 300 ming so'm birov pulni qaytaray deb. Shuni video qilsam hech qancha o'tgani yo'q. Mana yaqinda qarzga botgandim. Mana Amerikaga kelib, Xudoga shukr birinchi o'rinni olib, mana video qilyapman desam, qarz, Xudo aralashmaydi qarzga, kreditga deyapti-da. Ayrim mulla akalar. Xudo aralashmas ekan bu temaga. Men xato qilgan ekanman. Har bitta nafas olishimiz Xudoni aytgani bilan bo'ladi-ku, har bitta nafas olishimiz. 1 minutdan keyin sen nafas olasan, men nafas olam bilmaymiz. Shu qiyinchiliklardan o'tkazib, mana hozirga bu yoqqa olib kelib qo'ygan. Hamma narsada o'zining hikmati bo'ladi. Hikmati bor. O'sha yomonlikni hamma ko'ra oladi. O'sha yomonlikning ichida ham zirabchida yaxshilik bo'lsa, o'sha yaxshilikni ko'rish, bilish kerak odam. Ko'ra olishni bilish kerak odam o'sha yaxshilikni. Hamma narsada hikmat bo'ladi. Bizda xatolar bo'lmaydi, faqat dars bo'ladi. O'sha xatolarning ichida hikmat bo'ladi. O'sha yerdan to'g'ri xulosalar chiqarishni bilish kerak odam. Bitta xatoni qaytarib qilmaslik kerak. Bizlarni kuchli qiladigan narsa faqat xatolar. Oldiga ketishimizga yordam beradigan narsalar bu bizlarni xatolarimiz. Как это? Я это слово забыл, короче. Mag'lubiyat faqat bizlarni kuchli qiladi. Muvaffaqiyat hech narsaga o'rgatmaydi. Shuning qancha ko'p xato qilsak, yoshligimizda shuncha kuchli inson bo'lamiz. Личность человека определяется масштабом его проблемы. Поэтому я вам желаю проблемы на $1 миллион. Чтобы вы, просыпаясь, проблемы на $1 миллион были. Чем больше проблем, тем сильнее личность. Потому что человек решает много проблем, становится сильнее. $1 million problemani nima demoqchi? $1 million problemani reshat qilib o'tganingizdan keyin 10 million topasiz, 100 million topasiz. Endi shuncha, men o'shanda qancha qarz bo'lgan bo'lsam, shuncha summadagi qarz bo'lgan bolalar o'zini osib olgan. Eshitganman-da, ikkita uchtasini o'sha paytda. Islomga mana 3-o'rin o'ziga ham aytdim. 3-o'rin kerak ekanda. Знаешь, у него после соревнований как глаза загорелись? Мотивация. Zalga chiqib ketdi. Biz Jahon bilan ikkovi yotimiz. Yeli dishim. Men zalga borishim kerak. O'zingni bos, hali keyingi musobaqaga yo'q. Shamma gapi mag'lubiyat. Agar birinchi o'rin olganim, mo'ton buni zaznался бы сразу. Men chempionman, tak bolalardan berardi. Keyin o'ziga aytdim, senga shu 3-o'rin kerak ekan. Qara, qanaqa motivatsiya olding. U yosh hali. Hali proga chiqadi, yaxshi rezultat qiladi. Faqat mag'lubiyat bo'lmasa, turbo qo'shilmaydi. Давай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, let's go. 9, еще раз. Вот так. So. Easy. Вес сezmadilar. Поэтому я bitta qo'shamiz. Для полного счастья. С той стороны, да, наверное, взять? Да. Как себя чувствуешь? Нормально. Бразил, вот такой вопрос. Hayotingda eng yaxshi maslahat qanaqa bo'lgan va kim tomonidan? Так. Maslahat emas, как пинок под зад. Tepki. Tepki deb tushundim o'zimga.
Endi kimdir bu gapdan xafa bo'lib qoladi, menga shunaqa gapirdi deb. Men lekin o'zimga motivatsiya deb oldim. Bir odam, men Toshkentga ko'chib keldim. Uy oldim, bitta Cobalt bor edi. Yursam, uchrashganimizda aytibdi-ku, siz bo'ldi meni to'xtadingizmi deyapti. Yo'q, nimaga? Sizni niyatingiz Toshkentga ko'chib borsam, bitta uy olsam, bitta mashinam bo'lsa bo'ldi ekanda. Bitta uyda ikkita qilmoqchi emasmisiz? 2 xonali, 3 xonali Cobaltni Malibu qilmoqchi emasmisiz? Nima uchun to'xtab qoldingiz? Qani Zarafshondagi baqa qani ko'rmayapman men. Ko'zingiz o'chgan, yonmayapti. Yo'q, dedim. U savolga javob yo'q-da. Keyin gapirdi. Odamlar nima uchun milliarderlar samolyot oladi? Nima uchun yaxta oladi? Kerakligi uchun emas, motivatsiya. Pul предостаточно. Yana nimagadir motivatsiya oldinga intilish uchun men shuni qila olaman deb samolyot oladi. Hatto 6 oyga bir marta minadim, yo'q, bu samolyot kerak emas unga. Просто я смогу. Или смогу ли? Men shunaqa, qani shunaqa ko'zlaringiz o'chgan. Bo'ldi, ketgancha miyamga pichoq suqqanday bo'ldi-ku. Neужели? Men o'zim bilmadim to'xtab qolganimni. Neужели deyman-da. Keyin уже boshladi. Ana er-odam kuchli ko'rsatuvni qildim-ku. 10 kishini yig'ib, ko'rsatuv qilib, keyin уже musobaqalarga, ana samolyot torch rekordga hamma yoq o'zim uraverdim-da. Yo'q, keyin yana shu odamni o'zi ta'sir qilgan ekan gaplarim dedim. Aytdim, ta'sir qilgan bu kallamga pichoq suqqanday bo'lib kirgandi. Men o'zimni kechira olmadim dedim. Shu gaplardan keyin. Buni tanqidni kim qanday qabul qilishiga bog'liq-da. Mana shu gap Pinok Padzad yaxshigina ko'p tepki bo'lgan. Shundan to'g'ri xulosa chiqaringlar. Bizdan katta hikmat bor bu yerda. Siz ham to'xtab qolmanglar. Nima bo'lsa qat'iy nazar harakatdan to'xtamanglar. Urinib ko'ringlar. 1 marta yutqazasizlar, 2 marta yutqazasizlar, 3 marta yutqazasizlar. Faqat kuchli bo'lasizlar, faqat hikmatli bo'lasizlar va 4-martasiga обязательно yutasizlar. Вот. San e'tiboringlar qayerda bo'lsa, Xudoning kuchi ham o'shda bo'ladi. Baqa yaqinda rekord urgan samolyot ortgan. Unaqa mishleniya bilan, unaqa motivatsiya bilan yaqinda samolyot olib uchishni ko'rsak hech gap emas. Rasachik zo'r javob bo'ldi. Biz trenirovkani davom ettiramiz. Men trenirovka qilib turib, musobaqaga chiqmaydigan ballarni tushunmayman-da. Navoiyda ham bor edi. Birga kachatsa qilardik. Silovo ekstremda musobaqa bo'lsa chiqmasdi. Nimaga chiqmaysan? Men hozir kurashga o'tganman. Birga trenirovka qilamiz, kuching bor-ku, nimaga chiqmaysan? Tushunmayman. Shu narsani qilib turib, ras kachatsa qilyapsanmi? Sen tengi kachatsa qilayotganlar bilan o'zingni kuchingni sinab ko'r. Yutqazgin. Yana senga, "O, mendan kuchli odam bor ekan, men yana undan og'irroq ishlashim kerak." Kun davomida ikkita bora o'qisanglar hamda yo'qdan ko'ra, kitob ochmagandan ko'ra. Zalga kelib, nomiga trenirovka qilib ketsanglar ham hamda yo'qdan ko'ra. Har doim aytaman, eng yomon trenirovka bo'lmagan trenirovka. Harakat qayerda bo'lsa, u yerda natija bo'ladi. Natija qayerda bo'lsa, o yerda motivatsiya bo'ladi. Motivatsiya qayerda bo'lsa, o yerda harakat bo'ladi. Mana shu krug tugamaydi. Eng muhimi harakatdan to'xtamaslik kerak. Eng muhimi orzu bo'lish kerak. Orzu bo'lsa, odam shu orzu bilan ertalab uyg'onganda harakat qiladi. Xudoni o'zi asrasin, ertalab turib nima qilishi bilmasdan turish bu eng qo'rqinchli narsa. Orzu bo'lmasa odamda. Shuning uchun orzuni katta qo'yinglar. O'sha maqsadga aylantiringlar. Kichkina maqsadlarga aylantiringlar har kuni o'sha orzuga yetish uchun kun davomida harakat qilinglar. Orzu ham shunaqa katta bo'lish kerakki, как будто бы bir umr yetmasligi kerak shu orzuga yetishishiga. Bo'lmasa kichkina orzu bo'lsa, u oddiy maqsad bo'lib qoladi. Erishasizlar, to'xtab qolasizlar. Shuning uchun har doim sizlarni oldiga itarib ketadigan narsa bo'lish kerak, o'ziga tortadigan narsa bo'lish kerak. Bu katta orzu bo'lish kerak. Xuddi shu narsa men o'zim o'ylardim. Endi biz federatsiyada jahon chempioni, eng katta nima jahon titul. Chempion mira. Jahon chempioni bo'lsam, bo'ldi. Keyin musobaqaga chiqmayman deb o'ylardim. Xudoga shukr, jahon chempioni bo'ldim. Xursandchilik o'tdi, bir hafta, 10 kun, bir oy o'tdi. И всё. Как будто bo'sh xonaga kirib qolganday, xuddi cho'lga tushib qolganday bo'ldim-da. Дальше что? Bo'lding, icho.
ich o'tib ber. Motivatsiya qolmay qolar ekan, hayotga qiziqish qolmay qolar ekanda. Keyin yaxshi ham rekord, anu shuni aytib qoldi, boraman dedim. Hatto hammasi anu silovой ekstrem bo'ldi-ku. Boraman dedim. Ular meni yugura olmaydi deb o'ylagan ekanda. Hatto boshqa bitta o'sha silovой ekstrem powerlifter bittasi yiqilib, uni ham tortib ketganmiz. Nogi zatikli. Ha, uni ham tortib ketganmiz. Yer shilinib chiqardi. Anu qildi, chiqib ketdi. Ular keyin aytayapti-ku, biz sen shunaqa bo'lasan deb o'ylovdik. Men yuguradi deb o'ylamaydik, hatto har kun kardio qilaman-da, yugurganmiz. Shunaqa deb o'ylagan. Yo'q, keyin уже rekord bo'ldi. Keyin Timur Vitalik bilan Mr. Olimpiyaga borgandi. Saperniklarni tashadi. Baxovcha все шансы есть. Agar chiqsang deyapti, forma qilib shansing bor. Sraz Xonsaroyga chiqdim. Shunaqa shans bor ekan. Nima qilay, tayyorlansam bo'ladimi? Endi finans undan ketadi-ku, birovning puliga biz xo'jayinlik qila olmaymiz. So'rayman-da, chiqsam bo'ladimi? Bosing deydi. Mr. Olimpiyaga ruxsatni olib, bu yoq Arnoklassik bo'lib ketdi-da. Mr. Olimpiya endi bo'ladi-ku. Shu uchun xudo xolasa tanlab olsan hozir Olimpiyaga? Ha. Hozir ozgina dam olib, keyin yana boshlaymiz. Kuzda-da, to'g'rimi? Kuzda, ha. Zo'r. Let's go. 3 4 5. Let's go. 6. Еще 2. 7. Это. Вот. Фух. Seni nima ilhomlantiradi? Ilhomlantirishi har doim o'ylayman, mendan kuchli trenirovka qiladigan sportsmen bor, esimdan chiqarmayman. Realni shunaqa-ku o'zim. Shu narsani esimdan chiqarmayman. Keyin o'shandan ham og'irroq men ishlashim kerak. Qayerdadir kimdir bor deyman-da. Shundan ham kuchli bo'lishim kerak deb yana men 10 ta qilsam, kimdir bundan ham og'ir bersa 12 ta qiladi deyman. Qo'ya себе, я что, не смогу, что ли? Yana qo'shib, yana og'irroq. Shu ilhomlantiradi. Zo'rjon. Hammadan zo'r bo'lib qolasang, hammadan ko'proq ishlagin. Любой bitta odam biznesda bo'ladimi, o'qishdami, men dedimi, bo'ldi. Shuni to'xtadi, o'lgani bo'ladi. Shu uchun men zo'rman deyish bandasiga emas. Четко. Mana bo'lib o'tgan sushkamni mana suv polni chiqarib yorib, saperniklardan ko'ra suxoy bo'lib chiqdim. Endi shu uchun Xudoga shukr rezultat bo'ldi-da. Men shularni aytaversam-da, men sushkani shunaqa qildim, ulardan ko'ra suxoydim desam, o'ylab qolaman. O'zim maqtanmayapmanmi, xuyet qilvormadimmi deb birdan yo ular ham kuchli edi deb keyin ularni maqtab ketaman. Mana maqtanish aytdim, men dedimmi, men zo'rman dedimmi, tamom. Keyingisiga уже Да. Человек, который себя возвышает, всегда будет унижен. А человек, который себя унижает, всегда будет возвышен. Любой joyga ham, misol uchun, choyxonaga ham, restoranga ham, bu joyga kelsak, sabraniyaga ham stol turadi. Stol, mana stolda tursa, o'rtada bitta qardim. Ha? Stol turadi-da. Ha? Bir xil sразу borib o'shtiga o'tirib olsa keladi-da. O'zini Центр внимания. Hammadan zo'roq o'zini his qilish uchun. A именно o'shanaqa odamlar qardim. Ha, pastga yuradi. Pastga yutishadi. Nabrot kelib, oxirida bir chetga o'tirib olgan odam nabrot o'shani, "Aka, keling, mana bu o'tiring", deb nabrot tepaga olib chiqib qo'yishadi. Ha. Amerikada sen yaxshi bilasan bularni. Bitta brachkam keldi. Bizani registratsiyaga olib borgan dedi, men yonimizda hech kim yo'q-ku, uchalamiz ketdik. Federatsiyadan, sport vazirligi yonimizda hech kim yo'q edi.
Keyin mana tarixga qoldi degani ham 3 kishi borib, boshqa yonida hech kim yo'q. 3 ta medal bilan qaytish bo'lganmi biron marta bundan oldin? 5 federatsiya. Ha, 5 federatsiya. Только sportsmeni. Mana shuni aytganmiz. Tarix bo'ldi deb 3 kishi har doim federatsiya yonimizda bo'lganda, o'zimiz ham borganmiz. Biz dokumentga boshimizni og'ritmaganmiz bundan oldin. Хорошо знаешь. Bunda aeroportda o'zidan problema boshlandi-ku. Farhod akalar bizni pasportimizni olib yurardi. Biz orqadan ketaverardik. Aeroportda o'zidan qayerga borardik? Adashib qolib, tepaga chiqib, pastga tushib, yugurib, shunaqa bo'ldi. Bordik. Men bitta Navoiylik bratishkam keldi. Olib bordim, aytdi, "Seni vaqtingni olmayapmizmi? Ishdan qolmaysanmi?" desam. "Yo'q, men hozir" dedi, "o'zimga o'zim xo'jayin. Nima ish qilyapsan?" desam, "2-3 ta fura trak qilganman" dedi, "Строительный kompaniya." Men havasim keldi, addushi. Havasim keldi, gap yo'q dedim. "Ha, senga meshat qilmasak bo'ldi" dedim. "Yo'q, normalniy" dedi. Havas qildim, 2-3 ta trak, строительный kompaniya. 2-3 kundan keyin musobaqa o'tgandan keyin boshqa Navoiylik boshqa bola taklif qildi. U aytibdi, "Nima ish qilasizlar?" desam, "O'sha yoqda ko'rishdik." Keyin trak kompaniya bor. Bir 150 talar trakimiz bor. Men 2-3 taga havas qilganman-da. Keyin 150 ta donum dedim, 150 ta ham 2-3 yil bo'ldi, yaqinda boshladik dedi. Xudoga shukr, Xudo berdi dedi. Yo'qdan noldan boshlaganmiz dedi. Gap yo'q desa, boshqa umid keldi. Umid keldi. 1000 ta trak bilan. Bo'ldi dedim. Shu uchun men zo'rman deyish. 1000 ni eshitgandan keyin umid nimada gelikda biz olib yurdik-ku. Treyler bilan gelikni yuklab olib kelib, treylerni stoyankaga qo'yib, gelik bilan yurib, yana gelikda kelmadi. Qattiq go'josga dedi, 6,5 soat yurib keldim debdi. Gap yo'q edi. Keyin birga kutib olganini aytdi. Mashinani olib yurishning mashinasi bor. Ha, mashinani mashina bilan olib kelgan. Sizlarni kutib olganlarni aytdi. O'sha paytda 2018 endi boshlagandim dedi, ularga addushi qila olmadim, yuragimga qolib ketgan dedi. Yo'q, bizani u yoqqa turk restoranlariga olib borib, yo'q, zo'r podдержка berdi. Musobaqa kuni umid podдержка berdi. Men 2023-yilda borib, 3 oy uyda yashab, birga trening qilib yurganman. Donu. Ha, naturalniyda boshlaganimda polni podдержка qilganman menga. Wow. Birinchi musobaqa naturalkada shu bola olib chiqaman. Chikagoga borib, uyda turib, uydan zalga borib, birga trening qilib, qatnashib, keyin Illinoisga birinchi musobaqaga havaskorlarning orasida borib, qatnashib, o'shani 3-o'rinni olganman. O'shanga qaramasdan keyin haftadan keyin bilet olib, ekanamiz Kaliforniyaga borib, yana bir marta urinib borib, keyin birinchi o'rinni olib, pro kartani olib, keyin qaytganmiz. Polniy podдержка qilgan, lekin gap yo'q. Ya, lekin zo'r bola. Addushi. Gap yo'q. Mana shular kamtar yurib, 1000 ta trak umuman bilmay, yonida o'tirsang, unaqa odam deb o'ylamaysan-da. Instagramda 3-4 ta rasmim bor, eski 10 yil oldin qo'yib qo'ygan. Bir chetda yuradi, hammani kuzatib. Let's go. Давай, 5-6 раз. Раз. Let's go. 2. Easy. 3. Еще 2 раз. Lightweight. Let's go. Сам. Yana. Easy. Давай, Триш. Let's go. Вот так вот. Хороший подход. Красавчик. Едем дальше. Давай сюда теперь все. Перекинь. Sen qo'shib boramiz bitta. Sizlar yo'qotgan bo'lsalar, kommentariyga yozinglar. Bu primoymi bu? Yo'q. Ko'rayotganda eslatamiz deb prosta. Ha. Bir xil obuna bo'lmasdan prosta ko'rib chiqishadi. Shuni eslasak, mana sizlarga like deb bosib qo'yadi, bizning bir-ikki chiqadi. Ko'proq odam ko'radi. Ko'proq odamlarga motivatsiya bo'ladi, manfaatimiz tegadi. Оп. Натуральный бодибилдинг намного дороже, да, получается? Намного дороже. Натуральный бодибилдинг. Bundan ko'ra, biznikidan ko'ra ancha preparatlari. И дороже, и сложнее.
Да. Во всех смыслах. Да. Chunki bez preparat, даже shaxmatistlar preparat ishlatadi miyasi yaxshi ishlashi uchun. Соревновательный спорт без дополнительной поддержки iloji yo'q. Men mana уже 4-5 marta chiqqan bo'lsam, 4-5 marta va'daga topshirdim-da. Ha. Amerikada yomon tekshiradi. У них на сайте доска позора. Ne дай bog' bu narsa chiqib qolsa, rasm bilan chiqqan narsalarning hammasini qo'yadi, butun dunyoga sharmanda qiladi, umr bo'yi diskvalifikatsiya beradi. Ular bilan o'ynashib bo'lmaydi. Strogo вообще, slunani oladi, qonni oladi, sidini oladi. Hech qanaqasiga o'b o'tolmaysan. Bak, вот такой вопрос. O'zingiz sohangda rivojlanishni davom ettirmoqchimisiz yoki qanaqadir yangi narsa sinab ko'rmoqchimisiz? Yosh sohada, например, мне уже почти 45, да? Через 10 лет я себя в качестве тренера не вижу. Целый день с пацанами. Какой-то бизнес чисто для себя, с близкими, 4-5 человек. Пришли, позанимались, ушли. Вот так хочу. А то нервы. 10 yil подряд klubda охрана bo'lib ishladim. Nervi u yoqda ham. Bundan keyin mana bu nerv, stresslar, undan keyin zal. Bu yerda tinch. Ayrim zalda muzika qo'yib qo'yadi. Просто miyani charchatadi. Har xil savollar, unisi bunisi. Xudoga shukr, hozir shu sohadan Xudo beryapti. Men hozir tashlab ketsam, nonko'rlik qilgan bo'laman-da. Ili Amerika bordingiz, nima qolib ketmadingiz deydi. Xudo mana bu yerda berib turibdi. Nima uchun men tashlab ketishim kerak? Lekin мне уже почти 55 будет, еще почти 60 будет. Потому что бизнес поет чисто для души, для себя. Да, да. Бросить тренироваться? Нет. Никогда. До последнего пульса. Настоящий качок. Так, еще по одной накинем. Где 20? Здесь 20-ки, там 20-ки. Здесь нет. Вот это у тебя есть одна. Может, накинешь, я принесу. Protein ichsa, keyin trenirovka qilmay qo'ysa, qaytib ketadimi deydi da. Protein ichmasang ham trenirovka qilmasang qaytib ketadi deydi. Trenirovkani tashlab ketish uchun boshlamaydi. Esda qolgan narsalarni. Trenirovka ras boshlandimi, bir umrga. Ovqat yeyish tashlab ketmaysan-ku, yeysan-a? Organizmga ham nagruzka kerak. Ko'p bolalar shunaqa qiladi, tashlab ketsa qaytib ketadimi deydi. Nima uchun tashlab ketmoqchisan deydi. Trenirovkani tashlab ketish uchun boshlamaydi. Nimadir boshlashdan oldin yaxshilab o'ylash kerak, plan qilish kerak. Boshlagandan keyin davom ettirish kerak. Taslim bo'lishni xohlagan paytda nima uchun boshlaganlarni o'zlariga eslatinglar va davom ettiringlar. Bo'lmasam boshlashda ma'no yo'q. Vaqt ketyapti, umr ketyapti, kuch ketyapti, pul ketyapti. Oxirigacha boshlagan ishni yetkiza olmasanglar, nima ma'no boshlashdan? Shuning uchun maqsadni aniq qilinglar har doim. Umr tez o'tib ketyapti, 5 kunlik dunyo. Hamma o'ylaydi, vaqt keladi, qilaman deb o'ylaydi, vaqt faqat ketyapti. Shuning uchun maqsadni aniq qilinglar, harakat boshlanglar. Yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Eng muhimi harakat bo'lish kerak. Agar harakat bo'lmasa, umr o'tib ketadi. Odamlar даже bilmaydi nimaga kelib bu dunyoga, nimaga yashaganini, nimaga o'lib ketganini anglab qolmaydi. Shuning uchun katta ishlarni qilishga harakat qilinglar. Katta iz qoldirib ketishga harakat qilinglar. Tarixda qolishga harakat qilinglar. O'sha narsa faqat arziydi, o'sha narsa faqat esda qoladi. Mana hozir qilayotgan kontentimiz ham bo'ldi, Xudo xolasa bu YouTube'da umrbod qoladi. Ertaga bolalarimiz, nevaralar, chevaralar ko'radi-da. Bu videolarni. O'zimiz ham 10 yildan keyin bu videolarni ko'rsak, voy qanaqa davrlar bo'lgan edi deb eslab maza qilamiz. Mana shu esda qoladigan narsalar tarix qoladi faqat. Shuning uchun tarix yaratishga harakat qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Boom. Mana biz tez almashamiz-ku. Nafas olishi, normal. Mana ham nafas olishi.
Bu uzoq vaqt постоянно trenirovka qilib yurgandan. Ko'pchilikda mana endi boshlaganlarda oyoq ishlasa ko'ngli aynib qoladi. Ko'zlarini olib tunib qoladi. Mazam yo'qdi, yo'q. Kechagina oyoq ishlatdim bolalar 4-5 ta shunaqa ko'ngli aynidi. O'tib ketadi. Yurak dukullab urib qoladi. Shu uchun отдых между подходами. Подходlar orasidagi отдыхni agar biror kishi sizga 1 minut dam oling, yoki 3 minut dam oling desa, arrivederci deydi, uni oldidan qochish kerak. Hammasi individual. Pulsga qarab bo'ladi. Kimgadir 2 minut juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, bizga 1,5 minut, 2 minut ko'p. 40 sekund, 1 minutda o'zimizga kelamiz. Lekin kimdadir endi boshqa 3 minut ham yetmaydi. Nima uchun u vaqtga qarash kerak? Nima uchun men dam olganimcha u dam olish kerak? Nima uchun u dam olganicha men dam olishim kerak? Hammasi individual bo'lishi kerak. Pulsga qarab, addishga, hansirash ketdim boshlaysiz. Bo'ldi. Vaqt yo'q bu yerda. O'zingizlarning tanalaringga quloq solinglar. Agar siz o'tgan bo'lsangiz, podxod orasida hali tiklanmagansizlar, nafas rostlanmagan, yana ozgina dam olish talab qilayotgan bo'lsa, dam olinglar, shoshilmanglar. Agar misol uchun qilib olib keyin turib, o'zingizlarni yaxshi his qilgan bo'lsangiz, naborot, yana keyingi podxod tayyor bo'lib turganlaringizda o'zingizlarni his qilsanglar, 1 minut kutmasdan, 2 minut kutmasdan yotib davom ettiraverish kerak. Tamam? Давай, братан. Let's go. Oynada bitsuqa zo'kun. Мощный, мощный. Ша. Zo'r. Nima uchun bodybuildingni tanlagansiz? Hamma odamni sportsmenda o'zi yuragiga kirib borgan sporti bo'ladi. Karate bilan shug'ullandim, kickbox bilan, kurashga ham bordim. Lekin baribir mana u baribir yurakda edi. Boksga professionalni davay chaqirdi. Yo'q, muskullarim ketib qoladi. Ular kachasa qilish mumkin emas-ku, bormagandim. Sparring qilardik. O'zim men 90 kilo edim. 60 kiloliklarman. Reaksiyaga, skorostiga ishlaysan deb 60 kiloliklar bilan, 115 kiloliklar bilan sparring qildirardik. Baribir 2 soat kickbox qilib, hamma uyiga ketsa, men kachka zalga ketardim. Мышцы пока не нальются кровью. Mышца pump bo'lmasa, men uchun trenirovka emas edi-da. Shu uchun har bitta sportsmenda yuragiga kirib borgan sporti bo'ladi. Shu uchun yosh bolalaringizda uni 40 reels qilsa ham bo'ladi. Bolalaringiz qaysi sportga borishini sizlar ota-onalar tanlamanglar. Bolani o'zi tanlash kerak. Yoshligida olib boringlar zalga. Kurash zaliga olib boringlar, tomosha qilsin. Boks zaliga, mosh futbolga qiziqar. Mosh shaxmat-shashkaga qiziqar. Shuning uchun o'zi tanlash kerak bolani. O'shanda travma olsa ham, trenirovkada qiynalsa ham qochib ketmaydi. Siz majburdan olib borib qo'ysangiz, uzoqqa bormaydi. O'zi yaxshi ko'rgan ish qilsa, mehr berib, sevib qiladi. Sevib qiladi. Keyin bolam travma olmasin deydi. Nima uchun? Yaqinda bitta ota-ona bilan gaplashib qoldim. Bolam travma olmasin, qaysi sportga bersam bo'ladi, deyapti. Travma olish kerak dedim. Любой bitta sport travma, соревновательный sport. Yo'q, men xohlamayman. Nima uchun sizni o'zingizni xohlaganingiz bilan bolangizni kelajagini to'sib qo'yapsiz? Yo'q, o'g'lim bu travma oladi-ku. Farqi yo'q dedim. Siz o'zingizni o'ylayapsiz. Men qiynalaman. Buni travmasiga qarab, meni vijdonim qiynaladi. O'zingizni o'ylayapsiz dedim. Bolani emas dedim. Bolan travmasi tuzalib ketadi. Bizda ham mana o'tgan yil qo'lim singan, yelkam singan, mana suyak chiqyapti. Oyog'imda menisk bor. Kechagina mana travma oldim. Tirikjon bo'ladi travma. Sport bo'lgandan keyin travma o'tib ketadi, qaytmaslik kerak. Shu uchun bolani o'zi tanlasin. Yo'lidan qaytarmanglar keyin. To'g'ri, gap qo'shilaman. Respekt. Bizning sport eng безопасный sport. Travma bo'lsa, men hozirgi meni sostoyanimda shu travmalar bilan kurashda qatnashishga iloji yo'q. Boksga iloji yo'q. Chunki podvижность yo'qoladi.
Pozman kurashga bitta tushsam, yana ushtiraman bilan qo'lim osilib qoladi. O'shanda ham qo'lim osilib qolgandi. Mana suyak chiqqan. Bizning sport eng безопасный. Masalan, когда колени болят, можешь не приседать. Вот эти упражнения есть. Замена всегда есть. Да. Такие есть. Men judoistlarni trenirovkalariga, keyin chiqib kurashlariga qaraymanda, o'zimni o'zim biladi, как будто какой-то futsin his qilamanda, ularning moshniligiga qarab, "Sen ham yuribsan trenirovka qilaman" deb. Olimpiyskiy vidlarning ichida ham judo baribir. Уровень baribir boshqa. Тебе еще надо отдохнуть, да? Да, чуть-чуть. Давай еще поговорим. Так, где мой телефон? Сейчас у меня вопросов очень много, мы только начали. Так. О! Наверное, твой любимый вопрос, наверное. Ага. Бодибилдинг bilan endi boshlanayotgan bolalarga bir ikkita maslahat. Именно бодибилдинг. Да. Бодибилдингda genetika yaxshigina rol o'ynaydi. Lekin oxirigacha trenirovka qilib, genetический предел, o'zbekchasi nima? Короче, O'sha gaplar shunday. Genetический predelga bormasdan genetikani aniqlashning iloji yo'q. Oxirigacha trenirovka qilib, kuchni oxirigacha chiqarmasdan yillar davomida. Genetikam meni boshlamasdan turib, meni genetikam yomon ekan, turishingizga qarab, hali trenirovkani boshlamagansiz. Shunaqa bordi. Men ozg'inman, genetikam yaxshi emas. Men znash boshlamasam bo'la. Yo'q. Ozg'in, men bunaqa bolalar Ibrohimni men oldimga kelganini ko'rsang, men bunaqa edi. Kalitday bola edi. Bum bo'lib ketgan hozir. Oxirigacha og'ir har qanaqa preparatlar ishlatmasdan, shu uchun genetический предел deyman. Odamni o'zini tanasini eng kuchini oxirigacha olib bormagancha genetikani bilishning iloji yo'q. Shu uchun eng oxirigacha olib borib, ana undan keyin preparatlar qo'shilsa, mana chempion qayerdan kelib chiqadi? Olimpiyskiy chempionlar qayerdan kelib chiqadi? Genetический одаренный, Xudo berib qo'ygan talant, og'ir mehnat, disiplina. Mana shu uchalasi qo'shilsa, chempion bo'ladi. Всё. Yo'q, chiroyli javob. Endi bitta chiroyli podxod bo'lsa ham, undan ham zo'r bo'ladi. Давай, братья. Легкий вес. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 5. 2, легко. 2, 3, изи, 4. Сызмады ham qarang. Gap yo'q. Mana bu тоже xarakter gapiradi, xarakter. Пока дышись, я сделал. Прямой, yo'q, o'rasammi? Yo'q, o'r. Hop. Boom. Ha? Ta'sir qilaman. Shu chalaku bu, shu uchun endi aytdim. Chalaku qolganini u yoqda ko'rasizlar. Ha, bo'lmasa, yo'q, agar bo'lmaydi desang, yo'qman, qara. Брат, вот такой вопрос. Ага. O'z yo'nalishda usta bo'lish uchun nima qilish kerak? Sabr. Kallani ishlatib, faqat o'qish, o'rganish. To'xtab qolish kerak emas. To'xtab qolish kerak emas. Mana основной baza bor. Yaqinda shu gap bo'ldi, hozir chiroyli video qiladigan motivatorlar ko'paygan-ku, yosh bolalar. Shogirdim 15 kilo tashadi, shogirdim 10 kilo tashadi. Shu gaplarga mana bu ham shogirdimda. Bularga aytdim, любой bittasi
15 kilo, 20 kilo vес tashlata oladi. Bular chunki bazani o'rgatib qo'yganman. 15 kilo tashladi, 20 kilo tashladi. A dальше что? Uni mishishni rosti bor. Osilib qolsa, gormoni buzilishi bor. Bosh aylanib qolishi bor, qon quyilishi bor. Dальше что? 15 kilo, 20 kilo tashlatish mana как два пальца об асфальт. To'xtab qolmaslik uchun постоянно o'rganish. Потому что meditsina joyida turmaydi. Meditsina keyin hozirgi o'qib aytadiganlar borku, hozir tadqiqotlarga suyanib shunaqa deyapmiz deyapti-ku. 10 yildan keyin bitta kommentariy yozdim kattagina. 10 yildan keyin bu tadqiqot xato ekan, biz mana bunisini o'ylab topdik deydi. Shuning uchun tadqiqot emas, faqat o'qish emas, tajriba ham kerak. Natija gapiradi. Tajriba gapiradi. Har doim ham sen o'qib ko'rganing bilan tajribang to'g'ri kelmagan. O'zingman 1-yil, 10-yil emas. Menda ham shunaqa. Men aytganim bilan tasa bunaqa yozilgan-ku deydi-da, lekin praktika bilan teoriya kameraga deydi. Har doim ham to'g'ri kelmaydi. Tadqiqotlarga suyanib bo'lmagan narsa u. O'sha doktorlarning o'zi 5 yildan keyin, "Yo'q, biz adashgan ekanmiz. Mana bunaqa ekan" degan joylari bo'ladi. Tajriba. Men bilan nima qilyapti? Deb Arnold qilgan ish qilsa bo'lmaydimi deb aytadi. Arnold qilgan ishni hech kim qila olmaydi. Birinchida yer yuzida Arnold yagona. Bu ikkinchisi. Keyin o'sha исследование deydi. Hozir internet shunaqa rivojlanib ketgan. Tadqiqot deydimi? O'sha tadqiqot. Internetga kirsa odam yaxshi narsani topaman desa, yaxshi narsani topadi, yomon narsani topaman desa, yomon narsani topadi. Hamma mavzuda. Bu ikkinchi moment. Uchinchi moment, faqat natija gapiradi. Quruq gaplar emas. O'z natija qila olmagani, lekin tadqiqot o'zidan umniy. На самом деле тупой качок, lekin o'zini umniy qilib ko'rsatyapti. Mana bunaqa bo'lgan, unaqa bo'lgan, u eskirgan, bu ishlamaydi, mana bunaqa ishlaydi, lekin o'zidan грубо говоря qo'rqoq ham yo'q. Вот. O'zida yo'qda, yana kimdirga aql qilib o'rgatyapti. Birinchi o'zi qilsin, o'zi ko'rsatsin, keyin gapirsin. U endi kitobda o'qiganda velosipedda qanday haydash kerakligini, ravnovesiyani qanday ushlash kerak, pedalni qanday aylantirish kerak, tormozlarni qanday ishlatish kerakligini o'qiganda qanaqadir tushuncha paydo bo'lgan, velosiped qanday haydash kerakligini. Lekin velosipedga o'tirib haydab ko'rmagan. O'zida tajriba yo'q. O'shaning uchun har doim aytaman, o'zining tajribasidan kelib chiqib odam gapirish kerak. Mana biz qilyapmiz, necha yildan beri qilyapmiz. Bizda ishlayapti, biz natijada shu narsalarni ko'rsatib qo'yamiz. 80-yillarda, 90-yillarda ham atletlarning formasini ko'rsanglar, chuqurligi, formani strukturasi, sushkasi, keyin estetikasi, har tomonlama yuqori darajada bo'lgan. Hozir ularga bugungi kunda sportmenlar yaqinlasha olmaydi ham. Yo'q, unaqa kачество yo'q. Sababi mana shunaqa yangi упражнениялар chiqib ketgan. Preparatlarga suyanib qolgan, yangi упражненияларga suyanib qolgan. Lekin основной baza, fundament, og'ir mehnat, bazaviy упражнение. Mana biz ishlayapmiz-ku, mana bazaviy упражнение. Har xil trosni olib kelib 8 metrdan tortib qo'ygan narsalar ular. Hammasi to'planma, hayot bu tajribaning to'planmasi, tana bu ovqat to'planmasi, forma esa trenirovkalarning to'planmasi. Eng muhimi doimiylik. Agar postoyanstvo qoldirmasdan yillar davomida kelib ishlayversa, og'ir ko'taradimi, yengil ko'taradimi, esa eng muhimi gipertrofiyaga erishsa, mishlarga qon to'ldirsa, ular tiklanib, keyin yana kuchliroq bo'lib mish nimasi beradi. O'sha doimiy bo'lsa, yillar davomida to'planib, oxiri katta narsaga aylanadi. Eng muhimi doimiylik. Tamom, eng yomon trenirovka bu bo'lmagan trenirovka. Zalga kelib ko't yirtib trenirovka qilish kerak, konkretno paxat qilish kerak. Mana shu trenirovkani oxirgi trenirovkadek qilish kerak. Kabuta ertaga uyg'onmaydi, bo'ldi. Ertaga o'laman deb kelish kerak, mana shunaqa ishlab kelish kerak. Har trenirovkasini. Ana o'shanda natija bo'ladi. Qolgan iqtisod nimadirlar, balobatlar, nihoyat hammasi quruq gap. Mana sushkada shu gapdi. Praktika bilan teoriya. Teoriyada sushkada tovuqni oyog'i mumkin emas, потому что там jir. Mumkin emas, a? Men shu Arnolddan jahon ham biladi, nima ham biladi. Oxirigacha golin yedim. Terisini olib tashab, sababi grutkani ham, говядинani ham oshqozonim hazm qilmadi, ishib ketdi. Gaz. Damlab ketdi, qabul qilmadi oshqozonim. Faqat golin yedim. Bunga nima deysizlar? Hatto yozilishi bo'yicha grutkadan boshqa narsa mumkin emas. Grutkada oqsil ko'p, grutkada yog' yo'q. Toza oqsil, shuning uchun grutka yeyish kerak. Men
Golinda tayyorlandim musobaqagacha. Tajribani mana rezultatni o'zlaringiz ko'rdingizlar. Ular boramiz, magazin boramiz, ular grutka говядина oladi, men golin olaman. Rezultat mana. Bo'ladi. Shuning uchun teoriya bilan praktika har doim ham to'g'ri kelmaydi. Mana har doim oxirigacha ushlaganman. Ana lasos forel yerdim, yog'li baliqlarni yerdim, o'sha golini ham yerdim. Вот. Steklarni yog' bilan ham yerdim. Forma qilardim. Поэтому o'sha internetga aslanib ish tutish kerak emas. Eng muhim narsa mana shu yerda. Mana zalda qilinayotgan narsalar. Mana qaranglar, mana plus minus to'plamasam ham 400 kilocha bor. Mana shunaqa agar sizlar 10 yil davomida qilsanglar, ana o'shanda natija bo'ladi. Agar sizlar internetda faqat ma'lum qilish kerak ekan, 5 yildan keyin o'zgarib ketdi, va u eskirib qolibdi, endi ma'lum qilish kerak ekan deb una qilib bu eskirdi, buni qilish kerak ekan deb qilsanglar umr o'tib ketadi. Natija ham qila olmaysizlar. Tarixda ham qolmaysizlar. Gap qisqasi faqat vaqt yo'qotasizlar. Eng muhimi ki mana shuga mehnat qilsanglar tamom. Disiplina. Qolgan narsalar faqat gap. Hozir ko'payib ketgan, o'zida aql yasab olganlar na samom деле tupой. Arnold qilgan ish qilish kerak. O'shanda Arnold bo'lasan. Так, наверное, еще один сделал. Медь место, добавлять не будем? Ага. Давай, бродя. Lightweight. Let's go. Раз. Два. Три. Четыре. Yaxshi. 5. 6. 7. 8. Let's go. 9. Еще раз. Вот так. Машина. Настоящий чемп. Nastoящий chemp. O'zingga qachondir shunaqa savol berganmisan? Kimman va nima uchun yashayapman? O'sha maqsadga yeta olamanmi? Kimdir hayotda kimdir bo'la olamanmi? deb farzandlar, nevaralar, evaralar mag'rurlanib gapira oladimi? Даже o'sha yamaga tushgan paytlar ayolimga bir yangi narsa olib bera olmasligi uchun olib bera olmaganligimda uzr so'raganman. Uzr, bu meni kamchiligim. Ayol xohlagan narsani olib bera olmasa, erkak kamchiligi bo'ladi-da. Shu uchun aytadi-ku, mana 40 yoshgacha, даже 30 gacha kambag'al bo'lsang, bu sen vinovat emassan. 30 dan keyin, 40 dan keyin kambag'al bo'lsang, sen vinovat bo'lasan deydi. Shu uchun hayotda yaqinlarim mana orqamdan faxrlanib yura oladimi? Shunaqa odam bo'la olamanmi deb shunga qarab harakat qilganman. Savol shu. Shu narsa uchun yashayapsan. Конечно. Конечно. Bicha bitsa bormi bu yerda yo'q? Bitsa должно быть. Спроси. Амир, bitsa есть, да? Там есть похуй degan вкус bormi? Farqi yo'q bizga. Chatyapsizmi? Farqi yo'q. Qanaqasi? Tam tanlash yo'q. Ko'zim xursand. Yo'q, mana. Allohga shukr. Qari ketdi. Ya, yo'q. Men 20 ta qadam boraman. Baxa 20 ta qadam qaytadi. Полетели. И ушел. Let's go. Lightweight. Oyoqda travma borligi uchun davno выпад qilmagan edim. Ko'ramiz, если получится. Аккуратно. Toshmasdan. Да.
Раз. Два. Три. 4. Зор. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Раз. Два. До конца. 3. Never give up. 4. 5. Let's go, champ. 6. Олимпия не за горами. До конца. Вот так. Красавчик. Eng yomon ko'rganim qila olmadi deganida. Tizi og'risa ham, ko'ti og'risa ham qilish kerakmi, qilamiz. Orqaga qaytish yo'q. Yo'q. Только вперед. Красавчик. Savol javob qaytamiz. Ko'p savollarim bor. Tak. Senga ijobiy his tuyg'ular nima beradi? Что тебе дает положительные эмоции? Мотивацию. Прикинь, если ты сможешь помочь, помогаешь, благодарность слышишь, какой кайф. Хоть морально, хоть материально. Yordam, ijobiy fikr qachonki sizdan yaxshilik o'tsa, ijobiy komment keladi, motivatsiya beradi-ku. Yana bitta odamga yordam bergan bo'lsangiz, endi 10 ta odamga yordam bergingiz keladi. Shu sizga yana ko'proq ishlashga. Men hozir Xudoga ber deb so'ramayman, berganingga shukr deyman. Ko'proq ehson qilishga so'rayman. Oyiga $1000, $2000, $5000, $5000 oyiga ehson qilsang faraz qancha dohoding bo'ladi. Shu как раз ijobiy fikrlar shu bo'ladi. Gap yo'q, chiroyli javob. Mana ko'ryapsizlarmi? Odam ne только tanaga, miyaga ham ishlagan. Ruhiyatga ham. O'tgan yil shu narsa bo'ldi. Qishloqda o'rtog'im bor edi, yoshligida birga katta bo'lgan. Sharoiti og'ir bo'lib qolgan. Seryozni tushib qolgan. O'zi unaqa birovdan pul so'raydigan bola emasdi. Bersa ham olmaydi. Yo'q, o'zim ishlayman. Uni sharoitini eshitib, shunaqa seryozni problemaga tushib qolgan. O'zi aytgani yo'q, bordim, ko'rishga bordim, o'zi yo'q ekan. Onasi onamga aytgan. Xayrlashib keldik. Uyga borgancha onam aytib berdilar-da, shunaqa bo'libdi, shunaqa bo'ldi. Yo'q dedim. Onam uyga tushirdim. Yana bir 200 metr yurishim kerak, qaynatamga kirishim kerak. Onam tushirgandan keyin gaplar esim, uni sharoitini eshitib, chidab tura olmadim, yig'laverdim. Mashinada ketaman, to'xtadim. Shunaqa kelyapti, неужели shu bola shunaqa sharoitga tushib qoldi deb yig'laverdim. To'xtab, og'aynilar qarab turibdi, nima kelmayapti deb. To'xtab, polni anodan chiqib ketib, yig'lab tugab, kim hozir aytish ne to, lekin ko'nglimdan o'tganini aytaman-da. Keyin xotinimga uni iloji boricha yordam beringlar borib, o'zi olmagan. Borib onasiga, anosiga aytish ne to, lekin men shu ijobiy ko'proq odamga unaqa qiynalgan son mingtada sможешь, помогаешь. И mana shu ko'proq ishlab, ko'proq odamga yordam bersang, bizdan shu qoladi. Bizdan shu qoladi. Kimgadir yordam bersang, ehson qilib, u yig'gan pulingni, kuchni, xuyna bu narsalar. Bugun bor, ertaga yo'q. Mol davlat, kuch, mansab bugun bor, ertaga yo'q. Mo'j yarim soatdan keyin Xudo olib qo'yishi mumkin. Lekin o'zimiz qilgan yaxshiligimiz qoladi. Amallarimiz. Ha, amallarimiz olib ketamiz shu. Gap yo'q, gap qo'shilaman. Zo'r javob olib, trafdan davom ettiramiz. Ikkinchi podxodga o'taman. Оп. Ну я, бля. Как себя чувствуешь? Нормально. Нормально.
Hammaga emas. Sezmadi ham даже. Ko'ramiz endi biz. Просто ты когда делаешь, вперед не закидывайся. Ты спиной сюда заходишь, отсюда уже подняться тяжело. Колено вперед не уходи, жопой внутрь садись, как приседание. Спину ровно держи, старайся этой же ногой подниматься. Тогда легко. Когда садишься, глубокий вдох, когда встаешь, выдох. Как насос. Вот так. На вас волны, спину ровно, этой же ногой поднимайся. Если ты вперед ушел и этой ногой поднимаешься, тяжело оттуда вылезти. Я боюсь, у меня эти колени заболят. Поэтому так. Ну, давай, да, аккуратно, конечно. Травмы нам не нужны. Let's get it. Let's go, champ. Вот так. Зор. Shoshmasdan. Yaxshi. 4. Колени 5. болят. 6. 7. 8. До конца. 9. Давай, чемп. 10. 11. До конца. 12. 15. 14. Let's get it. 15. 16. 17. Воля. Я пил. У тебя шаги побольше получается. У меня тогда 20 получается, у тебя сюда да? парочку не хватает. У тебя шаги побольше. Да, шире ставлю. Чтобы это... Qo'rqamay, tizza og'rib qolmasin deb katta qadam bosdi. Shuna gaplar, вот так делается. Дела. Вот так вот рождаются чемпионы. По-другому никак. Подход здесь не работает. Там один раз поднял, один раз поставил, 3 минуты отдохнул. Ishlaymaydi, hayotda natija qila olmaysiz. Mana shunaqa ishlash kerak. Katta muskul og'ir vес bilan chiqadi. Tamam. Boshqa yo'li yo'q. Когда ты вот таким был, какими весами работал? О, это половина сейчас. Вот. Katta muskulmi og'ir vesda, to'g'ri texnika bilan chiqadi. Boshqa yo'li yo'q. Priседание 260, 280, jim nogami 1 tonnaga yaqin, 800-900 kilo. Сгибание, разгибание, oxirgi qo'yib, desertga bo'lardi. Vipda 50 kilo. 125 kilo bo'lgan paytlarim. Shunaqa gaplar. Faqat og'ir mehnat, boshqa hech qanaqa yo'l yo'q. Oson yo'lni qidirmanglar, maychi kelasizlar, mehnat qilasizlar. O'shanda natija ko'rasizlar. Boshqa yo'l yo'q. Брат, у меня вот такой вопрос. Как себя чувствуешь? Нормально. Хорошо? Можешь говорить? Да, конечно. Hayotdagi stressli vaziyatlarga qanday dosh berasan? Shunaqa paytlar bo'lgan. Plan qilasan. Borasan, ras. Uni qilib bu o'sha plan bo'lishi uchun bir hafta o'tadi, 10 kun, 15 kun. Borasan, katta eshik yopiq. Yo'q, bo'lmaydi bu narsa. Ili hokimiyat qaytaradi, ili bank qaytaradi, ili soliq. Boshqa yo'llari yo'q. Boshqa planni qilasan. To'xtab qolish yo'q-ku. Maqsadga yetish uchun borasan, yana yo'q. Uyga kelib yostiqqa yuzimni qo'yib baqirganman, hech kim eshitmasin uchun. Nimaga manda shunaqa bo'lyapti? Hamma Xudo nazari ostida deyiladi-ku. Po-moymu Xudo hamma qarab turibdi-yu, men chetda qolib ketdim po-moymu deb o'ylardim. Xudo ko'rmayapti meni bunchalik qiynalishimni deb o'ylardim. Baqirganman, yostiqni qo'yib olib. Hech kimga ko'rsatmaymiz endi. Uydagilar bilmasligi kerak. Problema erkak kishiniki, uydagi problema. Yo'q, Xudoga shukr. Может, o'sha Xudo shu spesial shu qiyinchiliklarni bergan mana bu kunga kelishim uchun. Ha, конечно. Xayol. Hozir hech qanaqa gap, hech qanaqa tanish qizlar buz olmaydi, yo'ldan ozdira olmaydi. Chunki anu o'tgan kunlarga qaytishdi. Yo'q, xohlamayman. 10 yil oldingi hayotingizga qaytib qolsangiz, yo'q. Hozirgi hayotim, Xudoga shukr. Normal. Mana chempion будущий. Ha, bizda shunaqa boshlar yo'rilardi, bosh ko'tarardi, yaxshi. Bosh yorborardi. Nima qilib mana shunaqa situatsiyadan, stressli situatsiyadan qanday chiqasan? Yana plan baqirib, stress chiqarib olib, tak. Endi nima qilish kerak? Ichib, chekib, ko'pchilik chekadi, ichadi.
Men shu ishding problemaga reshat bo'ladimi? Yo o'zimni uspokоить qilaman. O'yla undan ko'ra. Boshqa planni tuz, yo chekadi. Problema ko'payib ketdi. Chekkaning bilan problema reshat bo'ladimi? Yo'q, puli yo'q, lekin sigaretga puli bor. Puli yo'q, lekin aroqqa puli bor. Холодный головой deydi-ku. Sovuqqonlik bilan problema reshat qilishga yo'l topiladi. Xudo o'zi to'g'rilab qo'yadi. Agar boshqa yo'lga kirib ketmasangiz, Xudo o'zi to'g'rilab qo'yadi. Sekin-sekin sabr eng asosiy. Aytdim-ku, men shu yo'ldan chiqa olmayman deb o'zini osib o'rganlar. Meni ham xayolimdan o'tgan. Etajga chiqsam, tashlab yuborsammi derdim. Hop, постоянно shuni tepaga bir ish bilan 9 moshinasiz chiqsam, tashlab yuborsammi qutulardim. O'zimga savol berdi, dalba yo'qmisa, uyingdagilar to'laydimi keyin san? Xotining to'laydimi? Ota-onang to'laydimi? Sani qarzingni. Ahmoq. Undan ko'ra yo'l o'yla deb chiqib ketgan. Odam mana shunday turadi-da. Может, ket qochsammi? Problema qochib qutulib bo'lmaydi. Taslim bo'lmasdan sabr qil. Taslim bo'lmasdan sabr qilib, yana yo'l. Bitta eshik yopiq bo'ladi, 10tasi yopiq bo'ladi, 11-inchisi ochiq bo'ladi baribir. Gap yo'q. Rahmat javob uchun. Trenirovkani davom ettiramiz. 3-podxod. Hammaga emas. Mana shunaqa oxir trenirovka qilib turib, o'zini fikrini tiniq yetkazib berish. Shuning uchun narsani ham innovatga olinglar. Boshqa Sayfullaevga respekt. Ruslada gap borda, Durak учится в своих ошибках deydi. Ahmoq odam o'zini kamchiligidan dars oladi deydi. Mana hayotda qancha dars bor. Bu ham bekorga so'ragani yo'q. Bosib o'tgan yo'llardan Xudo ko'rsatmasin tushib qolsa, qanaqa qilib chiqib ketish. Chunki Allohga ming qatla shukr, biz bu yo'ldan o'tib o'ldik-da. Yoshlar eshitadiganlar bo'lsa, bunaqa situatsiyada hozir ham borlar bor. Menga ko'p kishi yozdi. Yozdi. Shuning uchun birovni qilgan kamchiligidan o'zingizga dars olib, qilgan yaxshi tajribasidan o'zingizga yana dars olib olasiz. Mana hayotda adashish bo'lmaydi. Let's go. Mazzavat. Tizala. Amaki bo'ldi, yeshtiring debdi. Колени говорят, дядя, все, прекращай, говорит. Все, давай последний подход. Да. Bitta qaytsam, qirg'am qilamiz deb o'tdim. Раз. Let's go. 2. 3. Let's get it. 4. 5. Давай. Без ног Олимпию не выиграешь. Ноги надо. Let's go. Lightweight. Easy. Давай, чемп. До конца. Never give up. Машина. Вот так. Все. Красавчик. У меня машина. Четко. To'rtinchi podxodga ham 40 ishlaymiz deb o'tdim, но не будем. Нормально, hozir сгибание ishlaymiz, ham bitta упражнение shu bilan. Задние эти растягиваются, болят. Yakunlaymiz trenirovkani. Baxada kuch ko'p. Yoshga qaramasdan. Bota ko'rib tajriba gapiradi-da. Shunaqa vesada ishlab yurgan odam ishlaydi-da. Ishlaydi. Qaytmaydi. Mana shunaqa qilsanglar agar 10 yil davomida albatta chempion bo'lasizlar. Точно. Iloji yo'q. Chunki og'ir mehnatdan qochsanglar, chempion bo'lolmaysizlar. Chunki hamma ham bunaqa ishlamaydi-da. Bunaqa ishlamadimi, yutqazib qo'yadi. Sizlar bunaqa bundan ham og'ir ishlaylar, mana chempionlik qayerdan kelib chiqadi. Maksimalni o'ldirib chiqib ketish kerak o'zingiz oldida.
Normal. Mana boya chiyillayotgandim. Уже o'zimga keldim. 30 sekund, 40 sekund. Bizning organizmga. Shu uchun vaqtga emas, pulsga qaraladi. Amen. Amen. Братья, это твой звездный час. Если есть что прорекламировать, можешь воспользоваться моментом. Чего-то? Если есть что прорекламировать. Да там Xonsaroy. Bizga juda faqat manga emas. Sborindagi bolalarga katta yordam qilyapti. Borib kelish, hamma rasxodlarni yutib kelgandan keyin sportsmenlarimizga juda katta yordam beryapti. Shu uchun sizlar ham sportga hissa qo'shmoqchi bo'lsalaringiz, Xonsaroydan uy olasizlar, investitsiya. 1 yilda 2 barobar pullaringiz oshadi. Top 3 eng kerakli sport ozuqa. Tak, 1 kreatin. 1. Tak. Nimaga? Sababi kreatin даже yurakka ham foydasi bor. Qon tomirlariga foydasi bor. Bo'g'inlarga foydasi bor. Sababi organizmda muskullar orasida suv yig'adi. Ko'pchilik suv yig'adi deganda qorinni o'ylab qoladi. Kletkalarning ichida suv shab qoladi. Muskullar kletkalarning orasida suv yig'adi, travmani oldini oladi. Bu yurakka ham foydasi bor. И восстанавливает qiladi. Top 1 kreatin. Так, аминокислоты. Аминокислоты. И БСА или ЕА. Глютамин, там, чтобы восстанавливать qilish uchun, qayta tiklash uchun. И все. Аминокислоталар. Обычно оно комплекс аминокислотаning ichida BCA ham, glutamin ham bo'ladi. Да. Еще одну какую-нибудь, твою любимую. Protein. Давай. Super. Красавчик. Protein zararmi deganlarga nima deysan? Protein zararmi deganlarga o'zlaringiz bir o'qitib olinglar. Yaxshi bo'lib ketadi. Protein bu просто sutdan olingan narsa. Bo'ldi. O'sha shuni gapirishga zaybab bo'ladi. Смогу ли? Ты хорош тренажер, они на колени не бьют. Именно этот тренажер. Bir xil, shogird ustozim o'tmas, shogird emas. Что, не пошло? Да, заболел. Что, тогда можно же ногами сделаем еще? Да, вот здесь. Там более короткий. Давай еще. Как раз shu joyda payni uzgandim, да. Pay uzilgan edi. Брат, Кола-сан? Да. Может, идем, я тебе вопрос задам, еще поговорим, кинь Кола-сан. Давай. Я заодно объясню, как там сделать. Да. Ты знаешь, что ты знаешь? Просто такой Кола-сан. Sen kitob o'qiysan. И o'qish kerak bo'lgan ikkita kitob. Так. Amir Temur o'zi haqida yozgan kitobi bor. O'zi haqida, o'zim haqida 70 yoshga to'lganida shu kitobni o'qib chiqsang, boshqa kitob o'qish shart emas. Odam kambag'alligida o'zini qanaqa tutish kerak? Erkak kishi o'zini qanaqa tutish kerak? Boyiganda o'zini qanaqa tutish kerak? Rahbar bo'lganda o'zini qanaqa tutish kerak? Nima qilsang nima bo'lib keladi? Islomiy tarbiya ham bor. Zamonaviy ham. O'sha paytdagi aytganlari hozir ham mana bunaqa yana bitta yaxshi nimasi bor. Gapi bor, hech esimdan chiqmaydi. O'zini atrofidagi davlatchalarni bosib oladi-da. Keyin o'ziga o'zi, hozir aytding-ku, o'zingga nima savolni berasan deb. O'ziga o'zi aytadi, agar men deydi yomon rahbar bo'lganimda edi, mana shu bosib olgan davlatlarim bilan qoniqib, xalqimning ustiga katta soliq solib, shuni o'zini umrimning oxirigacha yeb yotgan bo'lardim. Lekin men yomon rahbar emasman. Ya dostoyn большего, я смогу больше deydi-ku. Men bundan ham ko'p ishlarga qodirman deydi-yu. Yana yana kattaroq davlat olib kelib, uni boyligini o'ziga olib kelib, naborot xalqiga yordam qiladi-da. Nalog qilmasdan, bog' ko'paytirib, mana shunaqa. Shu kitobni o'zini o'qisang, hamma bilimni olib olasan. Gap yo'q. Rahmat. Amir Temur kitobini o'qinglar.
Unda bitta Hindistonlik hozir lo'lilar bor-ku, mana Folbin. Folbinlar aytadi Hindistonni bosib olishga borganida bitta o'sha rohib bo'ladi-ku ularda. Devordan chiqadi. Temur deydi, bilaman, sen hozir harakat qilsang bizni bosib olasan deydi. Bizni kuchimiz senga yetmaydi. Lekin deydi, biz rohibmiz, biz hayotimizni shu Xudoga bag'ishlagan, o'zini Xudosiga bag'ishlaganmiz deydi. Uylanmaymiz. Ovqat yaxshi yeb ichish yo'q bizda, faqat nima qilamiz? Ibodat qilamiz biz deydi. Shu uchun kelajakni ko'ra olamiz biz deydi. Hozirgi folbinlarni nimasi? Ajdodlari. Aytadi, hozir sen hozir bizga hujum qilsang deydi, eng yaxshi ko'rgan farzandingni ayrilasan deydi. Agar bizni bosib olsang deydi, 7 yildan keyin kutgan o'lasan deydi. Ishonmaydi, kimsan deydi, Xudoning aytgani bo'ladi. Sen aytganing bir teng deydi, hujum qiladi. Eng kichkina farzandi yo'l-yo'lakay kelishida bitta davlat shunday bosib olasan, orqamizdan yetib olasan deydi. O'sha yerda o'ladi. Shu hujum qilib turgan payt chopar keladi, farzandingiz o'ldi deydi. Boradi, farzandini ko'mib qaytib kelib Hindistonni bosib oladi. Ana uni aytgani bormi? Shu 7 yilda bu aytgani bo'ldi. Shu 7 yilda plan qiladi. Nima ishlarni qilaman deb. Rostdan ham 7 yil ustida Xitoyga borishda o'ladi. O'limini bilib turib plan qiladi prosta. Qiziq. Sen faqat Amir Temur hayotini yaxshi bilasanmi, O'zbekiston tarixini ham? Yo'q, O'zbekiston. Amir Temur hayotini. Ha. Интересно. O'qib chiqqandan xuddi kino ko'rganday kirib ketasan ichiga. Kirib ketasan, slishkom. Chunki o'zim bunaqa qildim, mana kimdir 3-odam yozsa, qildi bo'ladi-ku, endi rostmi yolg'onmi aniq emas. O'zi yozganda, men bu joyga bordim deydi. 7 yil uyda, mana oyog'idan temurlang deydi-ku, oyog'idan travma olganda 7 yil Samarqandda qolib ketadi. Semirib ketdim deydi. Men bunaqa odam emasman deydi. O'zimga qarasam yoqmay ketadi. O'shanda ham semizlikni yomonlaydi, qarada. Erkak kishi bunaqa bo'lish kerak emas deydi. Otini minadi, qilichimni yalang'ochlab deydi. Yana hujumga ketdim deydi. O'zimga yoqmaganimdan deydi. O'zim bilmagan holda 7 yil o'tib ketibdi deydi. Oyog'im travmasi bitsin deb deydi. Travma zona komfortiga kirib qolganda hozirgi tilda. Zona komfortiga kirib qolinman deydi. Yengil hayot yoqib qolibdi menga. Men bunaqa odam emasman deydi-yu. Zalga ketishim kerak. Zalga ketishim kerak. Xuddi shunaqa. Ha, xuddi shunaqa bo'ladi. Смотри, ноги вот сюда пониже поставишь, чтобы удобнее было. Здесь есть рычаг. Максимально сколько можешь себя прижимаешь, отпустишь и ушел. Залетай. Mana prisedaniyada, belida, tizzasida travma borlar. Mana bunaqa trenajyorda, lekin vest qarang. Qanaqa vest bilan ishladi. Mana shunaqa seriozniy vestlar bilan ishlash kerak. Bu o'sha prisedaniyani effektini beradi. Let's go. Shu muskullar, prisedaniyada qaysi muskul ishlasa, o'sha muskullar. Belda travma yo'q, tizzada travma yo'q. Bunda travma bermaydi bu упражнение. Trenajyorlar. Lekin seriozniy vес bilan ishlash kerak. Сколько раз делал? 15. Mana shunaqa savol. Haqiqiy do'st qanaqa bo'lish kerak? Haqiqiy do'st yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga turish kerak. Yaxshi kunda deb, yomon kunda hozir vaqtim yo'q edi. Keyin faqat maqtaydigan, yoningga kelib faqat maqtaydigan u do'st bo'lmaydi. Sen noto'g'ri yo'lga ketyapsanmi, sen dalboy bo'lmasa, nima qilyapsan? Undan ko'ra uyingga bor deydigan odam do'st bo'ladi. Gapi achchiq tuyulishi mumkin, lekin to'g'ri yo'lga boshlagan bo'ladi. Har doim sizga yoqqan gapni gapirgan odam do'st bo'lmaydi sizga. Zo'r javob, rahmat. Gapingga qo'shilaman. Shunday gaplar.
Menda har bitta mana aytgan gapim hayotimdan kelib chiqqanda birovdan eshitgan emas. O'shani bosh kerak. Birovlarga yoqadigan gaplarni tuzib kelganim yo'qman. Odamlarga yoqish uchun. Men o'zimda Zafar degan bitta jo'ram bor. Shunaqa o'rtoqlari uchun hayotini beradigan bo'ladi. Menda ham bir narsa bo'lib qolsa yugurib kelib, Aqranada ishlaymiz. Boshqa o'rtoqlari kim bilandir tortishib qolsa, o'zi bizni faqat shunaqalarga chaqirishardi-da, kim bilandir urushib qolsa, tez keldi, "Men quyit qildi" deb bordi ko'zimning oldida. Biz turibmiz, ikkitasini olib kelgan, yo'lda prosta urushib qolgan, tortishib qolgan. Urushgani yo'q hali. Zafar, urib tashaman javob beraman. To'xta deb borib bitta ko'tardi. Ana uni ikkita tish sindi. Buni mana ikkita qo'lini suyagini orasiga tish kirdi-yu, tish sindi, yotdi, tep tashadi, v общем. Keyin men javob beraman, ur degan edi. Bular turib ketdi, o'rtog'i bu yoqqa ketdi, biz yana ishga kirdik. Qo'li og'rishni boshladi. Qo'lim og'riyapti dedi. Endi unaqa janjallar biz uchun oddiy holatda har kun bo'lardi bunaqa narsa. Men tishlarni izay o'zimda ham har kun. Ты же знаешь, ночной жизнь. Keyin og'riga chidolmadi. Doktorga bordik, yarim kecha soat 1. Dejurniga infeksiya tushgan dedi. Tishni zahri yomon bo'lar ekanda. Больницаga qoldi, 10 kun yotdi. Shunaqa ozib ketdi, oppoq rangi oqarib, ko'zlari qora bo'lib, har kun boramiz, mana bunaqa chiqadi. Yiringlab ketdi qo'li. Mana bu yoqdan 3 ta teshib, terisini ko'tarib, yiringni har kun tozalab turishdi. Ana o'rtoq nima bo'ldi? Bir marta ham kelmadi ko'rishga. Hatto shuni gapi bilan bo'lgan edi. Shuni gapi bilan. Va jo'ramsan deb yurgan. Yur ketdik, kafega boramiz, ichamiz. Mana shunaqa qilib yurgan bola. Chiqqandan keyin ketdik endi o'sha o'rtog'ingni topamiz. Spros. Bordik, uyidan chiqmadi. В общем, хотя бы licheniyasini pulini ber. O'zi hammamizda ham bir so'm pul yo'q. Bu oylikka ishlaydigan Aqrana bola biz. Mana jo'rachilik qayerda? Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham, avval yaxshi jo'ra bo'lsa, kim bilandir urushib qolgan bo'lsa, ur mana buni deb o'zini problemasini birovga kelib aytmaydi u. To'g'ri. Нет, ноги поставь пониже сначала. Да. Максимально сколько можешь, прижмись внутрь прям. Вот теперь потяни. Да. Поставим торкин, прижимайся сколько можешь. Прям максимально, чтобы глубже садиться. Все, теперь толкай. Жопа большая, что ли? Let's get it. Ноги большие, ноги. Yaxshi. Proformda ham bor-ku bu trenajyorda. Vash yaxshi ko'raman. Diskomfort yo'q-da bunda. Belda ham diskomfort yo'q, tizzada ham yo'q. Chista oyoq muskullari ishlaydi. Yaxshi. Eng katta orzuying qanaqa? Orzu hali. Birinchisi sport sohasida Miss Olimpiya olish. Keyin boya aytganimdek, pensiyaga chiqqanda ham yaxshi ehsonlar qilib, ehson qilganda ham bu yoqda bilinmasa, mana shunaqa qilib, bu dostatki yashash. Независимость-da. Kimgadir bog'lanib qolmasdan, farazga qaysidir og'ayning, yaqining anoga tushib qolgan, yordam beryapsan, senga dar sezilmayapti. U o'zini tiklab olyapti. Kimdir seryozni kasal bo'lib qolyapti, operatsiyaga pul yo'q. Bo'ldi, olib kiringlar. Qolganiga ishingiz bo'lmasin. Maza emasmi? Pul chiqqanini o'ylash emas, ana odamga yordam qilganni odam bir yengil tortar. Bilmadim, menda shunaqa. Eng katta orzu shu. Sportda hozir Olimpiyani yutish, undan keyin pensiyaga chiqib ko'proq ehson qilish. Yaxshilik. Bo'ldi. Umrda oxirigacha qancha yashaymiz bilmaymiz-ku. Men 10 yildan keyin bir ish qilaman desang, может bo'lmay qolishi mumkin. Или может 100 ga kirishing mumkin. Bilmaymiz-ku. Shu uchun здесь и сейчас. Yap.
Rahmat yo'l uchun. Mr. Olimpiya yutishga tilakdoshman. Orzularingga yetib yurishingga tilakdoshman. Rahmat. Hamma orzularing amalga oshsin. Faqat Lekin kutish kerak emas. Yo'q. Pensiyaga chiqishini hozirdan chiqib ketaverish kerak. O'zing aytib olsan, ertaga uyg'onmasligimiz ham mumkin, hech kim bilmaydi. Shuning uchun eng qo'rqinchli narsa bu ulgurmaslik. Hozirdan даже Arnolddan oldin miyaga o'tkazib yurdim. Gollivud yozuvining tagida Mr. Olimpiyani oltin medali bilan O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib rasmga tushish. Hozir ham xayolda har sekundda shuda Xudo yordam ber, Xudo. Mana orzu. Mana niyat. Yutsa hali musobaqaga chiqmagan bolalar, musobaqaga chiqib yutsa necha pul beradi? Bular sen hali chiqqin, hatto bu o'zing qishlog'ingdan yutgin. Bunaqa именно shunaqa bolalar ko'pga bora olmaydi-da. Chunki pul kutadi, kimdandir pul kutadi. To'g'ri. Harakatni qilish kerak, Xudoni o'zi to'g'rilab qo'yadi. Va Xonsaroyga o'xshagan, Timur Tilayevga o'xshagan saxiy insonlarni to'g'rilab qo'yadi. Mana sababchi. Mana Nursultonda ham Amerikadan bittasi yordam qildi. Har bitta odam saxiy insonlarni to'g'rilab qo'yadi. O'sha saxiy insonlar ham bunga ehson qilganligi uchun ular ham 10 karra ko'p nimasini oladi, javobini oladi. Qaror qabul qilib, harakatni boshlagandan keyin Xudo odamlarni sababchi qiladi. Вот. Hamma narsa как положено, как должно быть. O'zi puzzlga o'xshab yig'ilib ketaveradi. Aytadi-ku, suv bosganida hozir hamma Xudo beradi, bandasi bergan hech narsa deb suv bosgan ekan. Veliki potop bo'lsa. Bitta odam daraxtga turganida, qayiq kelganda, keyin kel olib ketamiz desa, yo'q, banda yordami kerak emas, Xudo yordam beradi menga. Bitta qayiq ketgan, ikkita qayiqga, uchta qayiq ketgan, chiqmagan qayiqqa keyin cho'kib o'lganda Xudoning oldiga borgan, Xudo sen yordam berishing kerak edi. Nima yordam ber? Ahmoq masaga 3 ta qayiq jo'natdim degan ekanda. Shuning uchun возможность bormi? Foydalanib qolish kerak. Все, 3 сделали? Или еще 2? Еще 2? Да. У тебя по 5? Да. Eng katta qo'rquving bu nima? Kibrga berilib ketish. Mammasirab ketish. Kimligimni sezmay qolishim. Aytdim-ku, shu uchun bitta gapni mana shunaqa qilgandim deb gapirsam, birdan qo'rqib qolaman. O'zimdan ketib qolmadimmi deb o'zimga o'zim savol beraman. Keyin yo'q, boshqa gapga burib, boshqalarni maqtab ketaman. Xudo, o'zimni o'zim maqtashdan qo'rqaman. Yap yo'q. Javob. Rejissyorskiy. Bizda plitalar faqat ko'payadi, kamaymaydi. Mana, o'sha hammasi boshqa tosh yo'q. Shuncha объем тренировкадан keyin Давай. Вот. Let's go. Раз. 2. Yaxshi. 3. Easy. 4. 5. Давай.
Yaxshi. Sanda hayotda afsuslanadigan narsa bormi? Bor. Men shu Ahronada ishlaganimda ko'p ahmoqchiliklar qilganman-da. Qizlar bilan ketib qolib, urushib, pulga odam urib, tas keladi, toshib qolgan. Aytgan pulingni beramandan uni borib urish kerak. Miya yo'q-ku. Kim u, nima qilgan? Bang. Mana qiynalganlarimni shundan deb bildimki, o'zim ana ahmoqchilik qilganligim uchun men shuna qiynaldim. Endi shu uchun u hayotga qaytishni xohlamayman. Shu uchun ana kuygan odam qatiqda ham puflab ichadi deydi-ku. Shu uchun hozir gapirishda ham, bir ish qilishda ham yo'q. Tushunarli. Boya aytib o'tdik. Gapirib o'tding, Amir Temurov kitobini hayotini yaxshi bilar ekansan. Bitta gapi bor. Kuch adolatda degan. Sen uchun kuch nimada? Kuch adolatda desa ham bo'ladi. Kuchni qachon, qayerda ishlatishga bog'liq. Masalan, slabiy odamni ursang, u senga javob qaytara olmaydi. Hatto u haq bo'lsa ham, u adolatda bo'lmaydi-da, sen urding uni. Shu uchun qayerda ishlatishga bog'liq. Sen prav bo'lib turib borib ursang, kuch adolatda bo'ladi. Shu uchun sen uchun kuch nimada? Kucham sila. Faqat to'g'ri yo'lda aldamaslikda, birov haqini yemaslikda. Mana qayerda kuch. Mana bilakdagi kuch qo'yna. Bugun bor, ertaga yo'q. Hatto slabi senga umuman kuchi yetmaydigan odam ham prav bo'lib turib, seni bir tiyin qilib qo'yishi mumkin-da. Prepodnesit qilib kuching ishlamay qoladi. To'g'ri, ko'timzo'rlik qilib uni tan olmasdan urib tashlashing mumkin, lekin baribir sen neprav bo'lib qolaverasan. Nabarat o'sha kuchsiz odam prav bo'lsa ham o'shani urmasa, xo'p desa bo'ladi. Xo'p desa, ha, to'g'ri desa, rukopрикладство это уровень интеллекта. Вот. Men o'zimda bo'lgan. Rostdan bitta bola sherigimni so'kib qo'ygan. U kelib ursa, bitta patsechka berganda yiqilgan, ketgan, keyin turib yana so'kkan u. Men olib so'kma deganman, qo'yib qo'yganman-da, oyoq yerdan uzilib. Bittasi aytgan, shunga kuchlaringiz yetdimi deganda. Shunaqa ta'sir qilgan menga. Shundan keyin baqirsa ham, sakrasa ham o'zing bosib. Hamma biladi. Masalan, 100 ta odam bo'lsa, hamma biladi, men unga kuchim yetadi. Yana o'zimni ko'rsatishim bu yerda hojati yo'q-da. Shu uchun ili prav bo'lsa, ha, yo'q, to'g'ri. Men 5. Shu uchun har doim ham kuch adolatda emas. Kuchli odam neprav bo'lib qolishi mumkin-da. Shu uchun Bilasizlarmi kuch nimada, bolalar? Dushmanni do'st qila olish bilgan odam kuchli bo'ladi. Dushmanni hamma o'rtira oladi o'ziga. Do'stni ham dushman o'ziga qila oladigan odam ko'p. Lekin dushmanni do'st qila oladigan odam juda ham kam. Dushmanni do'st qila olish uchun juda ham katta kuch kerak. Kuch o'shda bo'ladi. Sabr kerak. Let's go. Давай, братан. Вот. Залетел. Yaxshi. Easy. Yaxshi. Voshimizda. Mana shunaqa savolim bor.
baxt so'zi san uchun nima va seni nima baxtli qiladi? Birinchi o'chirda oila tinchligi. Birinchi o'chirda. Tak. Yana boya aytganimdek, men uchun baxt birovlarga, yaqinlaringga yordam berib, ularni ham baxtli qila olish. O'zingda, oilangda tinchlik bo'lib turib, qolganlarga ham yordam qilsang, bir maslahating bilan, faqat pulni demayman, maslahating bilanmi, yo bir ishing bilanmi, yo meni otimdan borgin desang, ishi bitib ketsa, qanday xursand bo'lasan. Buni baxt. Gap yo'q, chiroyli javob. Yana sal bitta savol beraman. Agar yer yuzidagi oxirgi kuning bo'lganda nima qilgan bo'lar eding? Что бы ты сделал, если бы это был твой последний день на земле? Agar именно meniki bo'lsa, eng qiynalgan odamga yordam bergan bo'lardim. Oxirgi kunim bo'lsa ham, birinchi kunim bo'lsa ham faqat shuni o'ylayman. Chunki ko'rib turibman, qiynalganlar juda ko'p. Sababi o'zim ham shu yo'ldan bosib o'tganligim uchun menga Xudodan boshqa kishi yordam bermaganda, men buni ishlatib tur, keyin qaytarasan degan odam bo'lmagan. Shu uchun qiynalgan odamni ko'rsam, o'zim kunlarim ko'zim oldiga keladi. U narsani eslashni istamayman-da даже. Shu uchun maksimal darajada yordam berishdi. Oxirgi kunim bo'lsa, tim bo'li. Gap yo'q. Shu. Chiroyli javob, rahmat. И я думаю, мы закончим нашу тренировку на вот этой красивой ноте. Bizani kuzatib o'tganlarga bir ikkita tilaklar. Nima ish boshlagan bo'lsalaringiz ham orqaga qaytmanglar. Xo'sh, o'qish bo'ladimi, biznes bo'ladimi, sapojniklikmi, hunarmandlikmi, farqi yo'q. Sport bo'ladimi, orqaga qaytmanglar. Mayda-chuyda yo'llarga o'nqir-cho'nqirlab o'tib ketadigan narsa. Bu mana noldan shu holatga kelgan odam bo'lib gapiryapmiz sizlarga. Boya aytganimdek, hech kim qilmagan natijaga erishdik, hech kim qilmagan mukofotni Xudo bizga yetkazdi. Faqat ikkalamiz. Bizdan keyin sizlar bo'lishlaringizni xohlaymiz. Sog' bo'linglar. Baxt, rahmat kelganing uchun. Rahmat chaqirganing uchun. Trenirovka juda ham zo'r bo'ldi, zo'r suhbat bo'ldi, zo'r trenirovka bo'ldi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bo'lsanglar, kommentariy yozinglar, podдержканы ayamanglar. Shunaqa qilib bizlar shu qilayotgan trenirovkalarimiz bekor o'rganmasligini anglatasizlar va agar Xudo xolasa mana shu videomiz 15 mingta like yig'sa, ikkinchi trenirovkani sizlar uchun o'tkazamiz. Hali gaplashilmagan gaplar ko'plik. Da, точно. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi выпускlarda ko'rishguncha. Tamam. Красавчик.